urinishda yarim soatga qolmasdan, xamir oshirib o'tirmasdan uydagi bor narsalardan 2 xil shirinlik tayyorlaymiz. Bitta tuxumga 4 osh qoshiq shakar, yarim piyola qatiq, 4 osh qoshiq o'simlik yog'i, 2 osh qoshiq limon so'ki va bitta limon sedrasini qirg'ichdan chiqarib, yaxshilab aralashtiramiz. Shu massaga 2,5 stakan oliy navli unga 10 gramm razriketili qo'shib yaxshilab aralashtirib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirni yarim soatga paketga o'rab tindirib, o'rtacha qalinlikda yoyib, stakan yordamida shunaqa qolip tushirib, o'rtasini nasotka yordamida teshib chiqamiz. Endi o'rtacha qizib turgan yog'da teshkulchalarimizning orqa oldini qizartirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. O'rtasidagi xamirlarni ham qovurib olsanglar, yana bitta sevimli shirinligimiz tayyor bo'ladi. Shunaqa qilib biz ikkita o'q bilan bitta quyonni paqillatib urib olamiz. Limonning mazasi bilan hidi kelib turadigan, xamir og'izda eriydigan bunaqangi oson shirinlikni siz hali aniq yeb ko'rmagansiz. Bilasizlar, men sizlarga har doim hamma narsani eng oson va qulayini tavsiya qilaman. Shuning uchun kunli sovib ketmasdan, qo'linglarni sovuq suvga urmasdan, Veleda firmasining shunaqangi baquvvat va qulay bo'lgan ishonchli turbo smart shvabralarini narx ko'tarilib ketmasdan tezda xarid qilib olinglar. Yuvib, chayib, siqib o'tirmaysizlar, hammasini o'zi bajaradi. Ozgina harakat qilsanglar, uyinglarni top-toza qilib artib ham beradi. Mahsulotni Uzum marketdan topishingiz mumkin.